21-savol. Alkadiyan molekulasidagi birlamchi uglerod atomlar soni x, ikkilamchi uglerod atomlar soni y, uchlamchi uglerod atomlar soni z va to'rtlamchi uglerod atomlar soni k bo'lsa, to'rtlamchi uglerod atomlar sonini topish formulasini ko'rsating. Qo'sh bog'lar ikkilamchi uglerod atomlari orasida joylashgan. Xo'p, endi birlamchilari x ekan, ikkilamchi uglerodlar y, uchlamchi uglerodlar z, to'rtlamchi uglerodlar k bo'lar ekan. Xo'p, endi biz ixtiyoriy bitta alkadenni yozsak bo'ladi. Aytyapti, qo'sh bog'lari ikkilamchi uglerodlar o'rtasida. Shunday holat joylashtirib, to'rtlamchi uglerod ham mavjud yozamiz, uchlamchi uglerod ham mavjud yozamiz. Shunda biz endi topishimiz kerak k ni qiymatini, to'rtlamchi uglerodlar sonini. Xo'p. Endi buni bizda hammasi javoblarda beryapti. Z bilan x orqali topsak bo'ladi deyapti. Hammasida z bilan x orqali topsa bo'ladi. Endi x nima edi? X birlamchi uglerodlar soni x. Endi ya'ni birlamchi uglerod atomlar soni orqali topsak bo'lar ekan, chunki bitta to'rtlamchi uglerodda ikkita birlamchi bo'ladi. Ya'ni to'rtlamchiga tegishli bo'lgan birlamchi uglerodlar sonini topib, 2 ga bo'lib olsak, to'rtlamchi uglerodlar soni kelib chiqadi. Xo'p, x umumiy birlamchi uglerodlar soni minus bitta uchlamchi uglerodda bitta birlamchi uglerod bo'ladi. Minus hop z. Endi minus yana zanjirda ikkala chekkasida ham birlamchi uglerodlar bo'ladi. Minus 2. Shu yig'indini bitta to'rtlamchi uglerodda ikkita birlamchi uglerod bo'lgani uchun 2 ga bo'lib olsak, to'rtlamchi uglerodlar soni kelib chiqadi. Ya'ni k teng. Endi bu javoblarda 2 ga bo'lishni o'rniga 0.5 ga ko'paytirib qo'yibdi. Qiymat teng kelaveradi baribir. Ya'ni 0.5 ko'paytirilgan, ya'ni x minus z ga. Shunda endi bu 2 ni ham 2 ga bo'lishimiz kerak, bu 2 ni ham 1 chiqadi, minus 1 yozib qo'ya olishdi. Minus 1. To'g'ri javob A bo'lar ekan.